Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Har bir ish Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlanmas ekan, uning oxiri kesikdir dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh hech nimaga o'xshamasligiga taalluqli oyatlar. 42-sura 11-oyat. 112-sura 1-oyat. Alloh yaratishiga va qudratiga taalluqli oyatlar. Ketdi. 35-sura 10-oyat, 40-sura 68-oyat, mana shunaqa sifroviy fonli oyatlar ketyapti. Allohni yagonaligiga taalluqli oyatlar. Sifroviy oyatlar hammasi Allohni yagonaligiga taalluqli shunday oyatlar. 3-bo'lim. Allohga xos bo'lgan oyatlar. Allohni aql miyacha bilan qidirib, qalb bilan aniq anglashga buyurilgan oyatlar. Mana shuncha sifroviy oyatlar hammasi. Allohni aql miyacha bilan qidirib, qalb bilan aniq anglashga buyurilgan oyatlar shunchasi. Allohni hech nimaga o'xshamasligiga va cheksiz qudrat sohibligiga 18,000 olamlar dalildir. 18,000 olamlarga taalluqli shuncha oyatlar. Sifroviy oyat hammasi. 18,000 olam mana bu. Ya'ni mana bu yer shari bo'lsa, yer globus bo'lsa, xuddi o'shanga o'xshagan 18,000 ta yer bir-biriga sharpa holatida turibdi. Bunga dalillar mana shuncha sifroviy oyatlardir. Qur'oni Karimga taalluqli shuncha sifroviy oyatlar. Glavniy Qur'onga taalluqli sifroviy oyatlar.